Assalamu alaikum aziz yurttaşlar. Bize Ürgen şehir merkezinde stadionun yanında Şoka Matanın doğrusunda 3 kavatlı taza kurulan doğumumuzun birinci kavatında 2 xana 58 kvadrat patkülüç döşelip durdu. Satıva çıktı. Şimdi birlikte görüp çıkamız. Bismillahirrahmanirrahim. Prihojimiz. Şimdi genç üçgen. Bu yerde prihojim mebelimizden koyulgan. Ayak temiz 100% pol. Bundan tashqari g'ala bilan döşelip durdu hem yeri. Bir yanda spalni, bir yanımızda doğrumuzda aşxana, bir yanımızda katta zal. Görüp turgan barcha jihozlarimiz qalada ekan yurtdoshlar. Zal. Perdeler qistilgan. Registrlarimiz yaxshi qimmat registrlardan qo'yilgan. Perdelerimiz bor, oq ramlari, aynalarimiz korичневый. Berimiz aşxana. Ariston qo'yilgan, холодильник bor, kir mashin bor, gaz plitamiz, kuxniy mebellarimiz yaxshisidan qo'yilgan. Airfel 32 zamonaviy kotelimiz yeri o'rnatilgan. Gaz, suv, svetlardan muammo yo'q aziz yurtdoshlar. G'allarimiz ham qimmat yaxshi g'allardan döşelingan. Arzon qil emas. Yana ham pilisoz, ham pechka kelib beradilar ekan. Shu yer olingan ekan. Berimiz spalni. Spalnimiz mebellarimiz qo'yilgan. Spalnimiz işinin görünüşü yurttaşlar. Stadyona yakın Şoka Matan bilen stadyonun arasında. Bir yanımız sanuzi. Umalik koyulgan. Gaz, suv, svetlerden muammo yo'q. Aziz yurttaşlar, tochkamiz yaxshi yerda joylashgan. Bahasini aytib o'tamiz yurttaşlar, $33.000. Ekrandagi nomerlarga chiqib murojaat etaverasizlar. Keyingi roliklar sog'lom bo'ling, ishlaringiz omad.